Aziz do'stlar, hozir Abdug'oppor akamga bitta hazil qilib, bitta prank qilamiz, birgalikda ko'ramiz. Qani nima bo'lar ekan? Bu kim edi bu? Bu kim bu? Qochgan xo'jayinimi bu? Постоянно nasab o'tgan joyda bu. Hech bular bilan bo'lmadi. Nimani kameraga olyapsan, haromi? Nima deyapsiz? Kurtkiz? Nima kurtkan? O'ylayapman-da, kim qolyapti hozir? Ketishibdimi? Hozir o'ylaydi-mi? To'xtanglar. Nima qilsak ekan-a? Abdug'oppor akam kurtkasini bekitdik. O'zi ma'lum nima? Balkim qora bo'lib, qoraqoq bo'lib chiqsa-chi. Ma'nosiz bo'lib chiqsa-chi. Balkim bizlar hozir hammamiz o'likdirmi? O'liklar esa tirikdir. Mana. Ofaring, topdingmi? Tamash qilib menga yoqmaydi bilasanmi? Kim bekitdi buni mani? O'zi bilan Akami kurtkasini kim bekitdi? Nelar uni xafa qilib? Aka, siqilmay hammasi yaxshi bo'ladi aka. Hamma yaxshilikka. Aka, ko'rdingizmi, men topib berdim kurtkizni. Ko'rdingizmi, ular aytishaveradi, manbatda gapiraveradi ular. Men topib berdim kurtkizni. Rahmat demaysizmi menga? Akam bu, unaqa qilmanglar boshqa kurtkasini. Hop.